Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga 2026-yil 6-iyunni dagi narxlarni va sifatlarini ikkinchi zavotimizdan obzor qilib beraman. Qani tushdik. Mana bu 25-30-60 lik pena blogimiz. Razmeri bunaqasi 25, balandligi 30, uzunligi 60. Buni narxi sifati mana qarsillagan 16 ming so'm. Samarqand bo'ylab dastavkalar ichida buni ham. Keling, 20 lik sizdan ko'rsataman. Ana bunaqangi sifat. Buni ham razmeri 20 ga 30, uzunligi 60. Buni narxi 13500 so'm. Bu ham Samarqand bo'ylab dastavkalari 300 tadan ziyod bo'lsa mutlaqo bepul. Endi 12 lik ishini ham ko'rsataman. Mana bu ishlab chiqarayotgan jarayonlarimiz. Hozir kunda mana yakshanba kuni bo'lsa ham mana ikkita Isuzu'miz qarab turib navbatma-navbat Jizzaxga zaribdorga ketadi hozir. İşlab chiqarayotgan zavodimiz. Mana bunisi 12 ga 30-60. Перегородкаlarga. Buni ham sifati zo'r, tankillab turibdi. Mana bu latokchalar bo'ladi. Buni qayerga foydalanadi desa, mana masalan firmichkalar, derazalar o'rniga ikkita 12 lik armatura tashlab, ichini beton bilan to'ldiriladi. Xo'sh, bu mana bu firmichkalarga, undan tashqari sesma poyezdlar eng oxirgi aylanmalariga bu bo'ladi. Buni razmeri 30, balandligi 20, uzunligi 60. Narxi ham xuddi penablok narxida 13,5 ming so'm bo'ladi. Adresimizni aytadigan bo'lsak, Samarqand viloyati Tayloq tumani Jumabozor qishlog'ida. Bizga aloqaga chiqasiz, biz sizga istalgan joyingizga Samarqand bo'ylab Qo'shrabot deysizmi, Chelak deysizmi, Pastarg'am, bu taraf Tojikistongacha dastavkasini ichida qilib beramiz. Undan tashqari telefon qilib, uyingiz fundamenti necha metr bo'lsa, uni ham razmerini chiqarib, boyna nechta ketishliklariga, nech pul qancha bo'lishi hammasini tushuntirib beramiz. Usta topa olmasa, ustalardan ham yordamlashamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing va biz bilan bog'laning. Hoziroq